qish kelyapti, qish g'amini yeyish kerak. Agar siz topli pol qidirib yurgan bo'lsangiz, men sizga assortimentni yomg'onlarini ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, elektriskiy topli pollarimiz Xitoy va Koreya varianti bo'ladi. 60-65 gradusgacha ko'tariladi. Xullas qaranglar, buni har xil variantlari bor. Mana men bu ko'rayotganinglar, agar sizni uyingizda tarnovingiz yoki bo'lmasa turbalaringiz muzlab qoladigan bo'lsa, mana men buni o'rab qo'yadigan bo'lsangiz, umuman muzlash degan holatlar bo'lmaydi. Mana men bu ko'rayotganingiz bu betonni tagidan solinadigan varianti. Buni 15 metrdan 100 metrgacha bo'lgan variantlarini topsangiz bo'ladi. Mana xuddi mana bunday qilib yoyiladi. Xullas, bemalol olib borib yoyib qo'yadigan joyi. Bizdan bitta mijozimiz zakaz qilgandilar. Yasab beringlar, ishlatib ko'ringlar qanaqa bo'ladi deb. Hozir biz sizlar bilan o'shani yasab ishlatib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, tokka tiqib ko'rdik, mana yoyib ko'rdik. 60 gradusdan o'tdi. Agar sizga ham xuddi shunaqa topli pol kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerdan topaman deyotgan bo'lsangiz, albatta Elitstrodan topsangiz bo'ladi, eng optim narxida. Manzilimizni eslatib o'taman, Chinoz dehqon bozorida joylashganmiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasiz.